Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lish bilan birga yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Bobur keng dunyoqarashi va mukammal aql zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solib, bu mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nomi qolgan bo'lsa, Serjilo o'zbek tilida yozilgan Boburnoma asari bilan jahonning mashhur tarixnavis olimlari qatorida mustahkam o'rin oldi. Boburnoma jahon adabiyoti va manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik. O'zbek adabiyotida dastlabki nasriy, memuar va tarixiy ilmiy asardir. Bu asar 1494-yildan 1529-yilgacha bo'lgan voqealarni qamrab olgan xotiralar kitobidir. Boburning nafis g'azal va ruboiylari turkiy she'riyatining eng nodir durdonalari bo'lib, Mubayyin, Xatti Boburiy, Harb ishi, Arus haqidagi risolalari islom qonunshunosligi, she'riyat va til nazariyasi sohalariga munosib hissa bo'lib qo'shildi. Bobur nafaqat hukmdor, balki ijodkor sifatida ham o'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi hisoblanadi. Bobur o'z she'rlari, ruboiylari va tarixiy asari orqali adabiyot va ilmiy merosda o'chmas iz qoldirgan.